Hop. Bundan oldingi darsimizda ga bog'lashda ozgina oxiriga yetib qoldi. Vaqt tugab qoldi. Hop, qaraymiz. O'ng tarafini bosganimizda mishkani bu yerda gradus va minut sekundlarni qo'yadigan mana chiqdi. Bu yerga nima qiladi? Bu yerga meridian bo'yicha kengligini yozamiz. Ya'ni mana 69 degree gradus minut 30 qayerdan keldi? 30 mana 69 mana. Sekundi yo'q, 0. Bunga meridian endi parallel bo'yicha uzoqligini qo'yamiz. Buni hozir mana qarab olamiz. Qarasangiz, kartangizni o'ng tarafida mana bitta liniya chizing mana parallel bo'yicha. Mana yaqinlashtiramiz. 42.0. Endi qarang. Bu kartada bu tarafda ham bo'lishi kerak. Lekin hozir bizlarda mana kartamizda boshqa ma'lumotlar, ya'ni Toshkent viloyati maktab shunga o'xshagan yordamchi elementlar tavsiflanganligi sababli bu yerda graduslari ko'rsatilmagan. Kartada to'g'ridagi graduslar ko'rmagan. Shuning uchun biza kartamizda mana o'ng tarafida 42.00 shuni bu yoqdan ko'rsak ham bo'ladi. 42.00. Bu yoqda 69 30. Mana bosib ekranni ochiq tarafida mana bosib yozamiz. 69 30 0 bu yerda 42 0. Evet. Bu ikkalasini ham chap tarafga bir tomonga o'tkazib qo'yamiz va OKni bosamiz. Bo'ldi. Mana qarasangiz karta yo'q bo'lib ketdi. Buni kartani hech xavotir olmang. Shu yerda turibdi. Mana chiqarish uchun o'sha Toshkent tepagi o'sha rasm ma'lumotga boramizda mishka o'ng tarafini bosamiz. Mana zoom to layer. Mana kartamiz turibdi. Mana birinchi nuqtamizni bu yerda ko'rsatib qo'yganman. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Ikkinchi nuqtamiz mana diagonal shaklda o'ng taraf chekkadan, iloji bo'lsa chekkalardan. Hozir bizlarda shartli belgilar turganligi sababli ham yo bu yerdan olsak bo'ladi, yo bo'lmasa mana bu yerdan olsak bo'ladi. Buning uchun xo'sh, mana endi biz bu nuqtani olamiz. Mana bosdik. Mana qaraymiz. 41.00 parallel bo'yicha. Bu yoqda yo'q. Eng yaqin tomoni. Endi tepadan olamiz. Mana ishlatamiz. Mana to'g'ri chiqib chiqardik. Yaqinlashtiramiz. Mana 71.00. O'ng tarafini bosdik. Input desam mana ikkinchi turgan. Birinchiga 71 0 0 41 0 0. Mana ikki tarafda endi bir tarafda. Shu tartibda yana ikkita nuqtani belgilaymiz. Ya'ni kamida 4 ta nuqta bo'lsin. Shunda kartamiz siljib, xatoliklari kam bo'ladi. Bog'lash to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Xohlasangiz 3-nuqtani xohlasangiz o'ng taraf tepadan oling. Bo'lmasa mana pastdan olsangiz bo'ladi. Mana hozir mana pastdan olaman. Qarang. Sizlarda bitta narsa bo'ladi, hozir ko'rsataman. Xatolik qo'yishingiz mumkin mana. Oldin qarab olamiz mana. 40 gradus 20 minut. Mana menda hozir xatolik bo'lib ketdi. 3-nuqtamda boshqa tomonga o'tib ketdi. Mana buni bu yerdan to'g'rilaymiz. View link table. Mana keldi.
uchinchi nuqtam xato ketdi. Men hali koordinata ketmadim, xato bo'lib ketdi. Uni o'chirish qanaqa bo'ladi? Mana ustiga bosasiz, kirasizda. Bir marta bosib, mana klaviaturadan D. Mana o'sha nuqtamiz o'chib ketdi. Mana bir marta bosdim, men qaytadan ko'rib olamiz. Meridian uchinchi 69 gradus bosdik. Tepasiga meridian bo'yicha. 69 bu yerda mana 40 gradus 20 minut. 40 gradus 20 minut. Sekund bir tarafda ikkalasi tekshiramiz. Okey. Hop, endi uchinchi nuqtamizda mana bu yerdan olamiz. 71 gradus 42 gradus. Yerda 42 mana. 42. Okey. Mana bularda bog'lash tugadi shu bilan. Endi bemalol kartada ishlasangiz bo'ladi. Shu bilan bu dasturimiz